Hozir ayni o'riklarni pishgan payti. Shundan foydalanib, og'izda eriydigan o'rikli pirog tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 400 gram un, 1 choy qoshiq kabartma, 200 gram margarin kerak bo'ladi. Un bilan margarinni yaxshilab kroshka qilib olamiz. Keyin 80 gram shakar qo'shamiz. 100 gram qaymoq qo'shamiz. Keyin 2 dona tuxum qo'shamiz. Qo'shgan masalliqlarimizni yaxshilab xamir holatiga keltirib, xamir qoramiz. Yaxshilab qorilgan xamirimizni 30 minutga xolodilnikka tindirishga qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. Bizga 600 gram o'rik, 100 gram shakar, 2 choy qoshiqda kraxmal kerak bo'ladi. Kraxmalimizni ozgincha suv bilan aralashtirib olib, keyin qo'yamiz. Massamizni 8 minut qaynatamiz. Qolipimizni yaxshilab yog'lab, tingan xamirimizni 2 bo'lakka bo'lib, bitta katta, bitta kichkina bo'lgan xamirimizni katta bo'lagini qolipimizga yoyib olamiz. Ustiga nachinkani solib, ustki qavatini ham bekitib olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, qizib turgan 180 gradus pechimizga 50 minutga yuboramiz. Tayyor bo'lgan pirogimizni ustiga xohishga ko'ra saxarni pudra sepamiz. Og'izda eriydigan pirogimiz tayyor. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.